Dubayga borib analiz topshirgan paytimda realtorlar bilan birga bir chiroyli proyektni ko'rib kelgan edim va o'sha tipda kvartirani bronga qo'yib qo'ygan edim. Dubaydan qo'ng'iroq bo'ldi va realtorim Lobar, bronga qo'ygan kvartirangiz yechilyapti, chunki oladigan bo'lsangiz bugun hozir aplatasini, первый взnosini qilishingiz kerak degan xabar oldim. Ko'p o'ylamay, foydasi juda rentabilniy kvartirani olishga qaror qildim. Bir kun ichida ham pulli, ham mashinali, ham kvartirali bo'lganimga o'zim ishona olmay o'tirdim. Kechasi uxlashimdan oldin yig'lab shu farzandimni o'ldiramanmi degan fikrda uxlab, ertalab uyg'onib mana shunaqa hodisalar ro'y berganidan keyin bu menga farzandim, bu menga Allohim shu farzand bilan birgalikda senga shunchalik rizq beryapman, qanaqa qilib shu bolani olib tashlamoqchisan degan xabarmi deb o'yladim shu narsani. Baribir ham abort qilaman deb doktorga bordim. Doktorga kelganimda bolani farzandni sroki ancha katta bo'lib qolgan edi va искусственный роды qilish kerak. Искусственный роды, sun'iy tug'ruq bu nima u desam, xuddi o'sha 9 oydan keyin farzand qanday tug'ilsa, xuddi shunday tug'iladi, lekin bu safar hozir shu ishni qilsangiz farzandni o'ldirish uchun qilasiz, 9 oy chidasangiz farzandni yashash uchun qilasiz degan javob oldim. Mana shu so'zlarni eshitganimdan keyingina aqlimni joyiga qo'yib, o'sha joydan yig'lab chiqib ketib, undan ko'ra 9 oy shu farzandni qornimda o'stirib, hayotga kelish uchun, chiroyli hayot ko'rish uchun, chiroyli hayot yashash uchun tug'ganim yaxshiroq ekan deb chiqib ketdim. Shunday voqealar sizning hayotingizda ham bo'lganmi? O'z tajribangizni kommentariyada yozib qoldiring. Meni o'rnimda bo'lganingizda, shunday holatga tushganingizda nima qilgan bo'lardingiz? Kommentariyada yozib qoldiring, kutib qolaman.